Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Navbatdagi 29-darsni boshlaymiz. Ming boy uzr, anchadan beri mazam bo'lmayapti-da. Hozir endi yaxshi bo'lib qoldim, xudo xolasa davom ettiramiz. Video yozishga bo'lmadi, yechim tashlab turgandim. Endi xudo xolasa video yechimni ham tashlab turaman. 29-darsimiz uyga vazifadan boshlaymiz. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi sonlar nechta? Nima qilamiz buni? Chap tarafini integralda ishlasak, biz ax minus 2x kvadrat chiqishini bilamiz va chegara qo'yamiz. A1 u kattaga teng 6 minus 5a bo'lishi kerak ekan. Endi x o'rniga qo'ysak, a kvadrat minus 2a kvadrat minus a plus 2 kattaga teng 6 minus 5a bo'ladi. Bu ikkalasida minus a kvadrat u tarafga o'tib ketadigan bo'lsa, a kvadrat qoladi. Bu bilan bu minus 4a bo'ladi, plus 4 kichikroq teng 0. Bundan a minus 2 ning kvadrat kichikroq teng 0. Biz bilamizki chap taraf 0 dan katta, eng kami teng deyapti. Demak, faqat a teng 2 da ishlaydi. Bizga shart qo'ygan a 1 dan katta bo'lsin degan, haqiqatan shartga to'g'ri kelyapti. Nechta desa bitta chiqdi javob. Demak, javob a ekan. 0 va pi oralig'ida y barobar sinus x, y barobar 1 taqsim 2 chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzini hisoblang. Chizmani chizamiz. Mayli pi taqsim 2 bo'lsin. Mayli 1 bo'lsin. Biz bilamizki sinus nima bo'ladi? Pi taqsim 2 da 1 ni qabul qiladi. Pi da 0 ga keladi qaytib. 0 dan pi gacha deyapti va 1 taqsim 2 mana. Bu 1 taqsim 2 chiziq bo'lsin. Mana shu chegara nima deyapti, yuzasini so'rayapti. Uning uchun x1 va x2 lar topish kerak. Yozamiz. Sinus x teng 1 taqsim 2 chizmadan ko'raylik qayerligini. 1 taqsim 2 mana bu yer. Demak, bu nuqta bilan pi gacha bo'lgan nuqta bor. Bu pi taqsim 6 bo'lsa, bu 5 pi taqsim 6 degi ma'lum. Unda bu pi taqsim 6 ekan. Bu esa 5 pi taqsim 6 ekan. Mana uni yuzasini hisoblasak, buning uzunligi bu 5 pi taqsim 6 minus pi taqsim 6 beradi uzunligi, ya'ni 2 pi taqsim 3. Balandligimiz 1 taqsim 2 bo'lsa, buning yuzi 1 taqsim 2, ya'ni balandlik ko'paytirilgan, buning eni uzunligi 2 pi taqsim 3. Bundan pi taqsim 3 chiqar ekan. Demak, bo'yalgan sohaning yuzini topish uchun integral pi taqsim 6 dan 5 pi taqsim 6 sinus x dx dan ayiramiz pi taqsim 3 ni. Nega? Chunki pasti bilan birga hisoblab beradi-da bu. Endi pi taqsim 3 ni ayirsak tepasi qoladi. Natijada minus kosinus x chegara qo'yamiz 5 pi taqsim 6 pi taqsim 6 va minus pi taqsim 3. Bundan minus kosinus 5 pi taqsim 6 minus kosinus pi taqsim 6 plusib ketadi. Mana yerdagi minus bilan va minus pi taqsim 3. 5 pi taqsim 6 da o'zi aslida kosinusimiz ildizda 3 taqsim 2 minusini beradi. 6 ga minus bilan plusib ketadi. Ildizda 3 taqsim 2 plus ildizda 3 taqsim 2 minus pi taqsim 3. Bu degani ildizda 3 minus pi taqsim 3. Ya'ni javob A. Keyingisi ko'rib turibdi, mana kosinus kvadrat sinus x, buni ikkitasi argumentlari sinus x bo'lganligi uchun bir xil argumentda sinus kvadrat plus kosinus kvadratimiz 1 beradi. Buni to'g'ridan to'g'ri 0 dan pi taqsim 2 gacha dx deb o'tsak bo'ladi. Mana 1 dx. Ya'ni x chegara pi taqsim 2 0. Ya'ni pi taqsim 2 degan javob o'zi chiqar ekan, javob B. Funksiyalar yoza olaylik. X plus 3 y barobar minus 0.5 x plus 3 y teng 0 chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzini so'rayapti.
Çizamiz, çizmalar çizamiz. Çizme bilan topsa ham bo'ladi buni integral qilmasdan. Chunki to'g'ri chiziqlar ekanda. X ga misol uchun minus 3 bersam, bu 0 qabul qiladi. 0 bersam 3 qabul qiladi mana. Demak, qandaydir bunday funksiya. X plus 3. Endi bunisida esa x ga 0 bersam 3 dan o'tadi mana. X ga 2 bersam aytaylik mana. 2 shet bo'lsin. 2 bersam bu 2 ni qabul qiladi. Mana bu funksiya taxminan. Ko'rinib turibdiki, y ga 0 bersam x teng 6 chiqadi. Mayli 6 bo'lar ekan. Va buning uzunligi demak, buni so'rayapmiz mana. Buni yuzi teng bo'ladi. Balandligi 3 ekan, mana ko'rinib turibdi. Asosi demak, bunday qaraydigan bo'lsak, asosimiz 3 plus 6 ya'ni 9. Unda bu asosga balandlik ko'paytirib 2 bo'lamiz, ya'ni 13,5. Javob C. Keyingisi integral minus 1 dan 1 gacha 4x plus 5 ning minus 1 taqsim 2 darajasida x. Bundan 4x plus 5 ildiz tagida chiqadi. Plus 1 qo'ysam va uni 2 ga ko'paytirib yana nima qilish kerak? 4 ga bo'lish kerak. Chegara minus 1 1. Qisqartsak 2, demak 1 da qo'ysam tepasi 3 bo'lib qoladi. 9 dan 3 chiqadi. Demak 3 taqsim 2 minus 1 qo'ysam 1 taqsim 2. Ya'ni 1 chiqar ekan. Javob B. Keyingisi mana 11-uyga vazifasi. Nima qilamiz? Integral 1 dan 9 gacha 3x ni 1 taqsim 2 darajasi plus x ni minus 1 taqsim 2 darajasi dx. Bundan 3x ni 3 taqsim 2si 2 taqsim 3 ga ko'paytiriladi. Plus x ni 1 taqsim 2si ko'paytirilgan 2. Chegara 9 1. Uchlar ketadi. Demak 2 kara 9 ning 3 taqsim 2si plus 9 ning 1 taqsim 2 kara 2 minus 2 kara 1 ning 3 taqsim 2si minus 2 kara 1 ning 1 taqsim 2si. Ya'ni 9 ni 3 ni kvadrat desak, 2 lar qisqaradi, 3 ni kubi 27, demak 2 kara 27 plus 3 kara 2 minus 2 minus 2. Ya'ni 54 plus 6 minus 4. 56. Cevap D. 14. Funksiyalar yozamiz. Y barabar 7 taqsim 2. Y barabar 0. X barabar 4. X teng 12. Chizmani chizsak, taxminan bunday bo'ladi. Mayer 4 bo'lsin, mayer 12 bo'lsin. Bizga mana so'rayapti. Uni yuzasidan integral 4 dan 12 gacha qo'yamiz. 7 taqsim x qo'yamiz dx. Bundan 7 ln x chegara 12 ga 4. 7 ln 12 minus ln 4. Ayirganda bo'linma bo'lishini bilamiz va natijada ln 3 qolar ekan. Javob D. Y barabar 1 taqsim 2 funksiya grafikining grafikini ko'raylik. x0 teng 1 taqsim 2. Mana shu bo'lsin. X teng 1 taqsim 2 nuqtasi o'tkazilgan urinmaning, demak men yerda nima qilyapti? Urinma o'tyapti ekan. Y barabar urinma o'tgan bo'lsin. Ordinatlar o'qilgan kesish nuqtasi M bo'lsin. Demak mana nuqta M ekan. U holda shu urinma M demoqchi.
urinma y barobar m demak y barobar m degan mana bu chiziq ekan mana. Va urinma bu chegaralangan soha yuzida so'ralyapti ekan. Yaxshi. Buning uchun ikkitaga bo'lib olish kerak. Mana uni topib olish kerak. X. Umuman to'g'ri chiziqni tenglamasini yozib oladik. To'g'ri tenglamasi nima edi? Y nulvoy, ya'ni 1 taqsim 1 taqsim 2 beradi. Y shtrix desak, u minus 1 taqsim x kvadrat, ya'ni minus 1 taqsim 2 ning kvadrati, bu minus 4 degani. Demak, y barobar bo'lar ekan. Urinma tenglamasi 2 minus 4 x minus 1 taqsim 2. Ya'ni 2 minus 4 x plus 2. Minus 4 x plus 4 yozamiz. Minus 4 x plus 4. X ga 0 bersam m teng nima qilar ekan? 4 chiqar ekan. Demak, mana 4 ekan. Va o'sha m teng 4 mi? M teng 4. Demak, yozamiz. Y barobar 1 taqsim x edi. Shuni 4 ga tenglashtirsak, x teng nima chiqadi? 1 taqsim 4 chiqadi. Demak, mana nuqta nima ekan? 1 taqsim 4 ekan. Demak, biz mana yerda mana to'g'ri burchakli, uchburchakli bitta hisoblab olishimiz kerak ekan. Mana yerda y chiziqdi. Buni bu yerda chizib qo'yaylik mana. Shuni so'rayapti. Buni yuzasini oladi. Mana yer 1 taqsim 4. Endi tak 1 taqsim 4da bu nima bo'ladi? Bu funksiyamiz y 1 taqsim 4da bu minus 4 kare 1 taqsim 4 plus 4, ya'ni 3 mi? Unda mana yer 4 minus 3, ya'ni 1 ekan. Unda buni yuzasi 1 kare 1 taqsim 4 1 taqsim 2, ya'ni 1 taqsim 8 beradi. To'g'rilab yozash. Mana 1 taqsim 8 beradi shu kichkina joyi. Endi bizga mana bu joy ham kerak, mana boshqa rangda belgilab qo'yish. Buni yozdik hozir mana. Endi bu kerak mana. Buni yuzasini oladi. Bu bo'ladi integral 1 taqsim 4 dan 1 taqsim 2 gacha va 1 taqsim x dx. Undan bizda chiqadi ln x chegara 1 taqsim 2 1 taqsim 4, ya'ni ln 1 taqsim 2 minus ln 1 taqsim 4. Bu bizga beradi ln 2 ni. Unda bizni izlayotgan yuzamiz s barobar ln 2 plus 1 taqsim 8 mi hozir bir minutda adashmadikmi? Tak, 1 taqsim 8 bor edi. Hozir bir minut nimani xato qildik? Ayirmabmiz. Ayirmabman, to'g'ri. Mana yerda bitta narsa xato qilibmiz, chunki biz 1 taqsim x dan ayirishimiz kerak tagidagini. Mana shu qismni olib tashlashimiz kerak edi. Endi alohida olib tashlasak ham bo'ladi. Hozir nima qilamiz? 1 taqsim 8 qo'shamiz va alohida buni olib tashlashimizga to'g'ri keladi. Bundan ko'ra sirasi joyida ishlaylik shuni. Joyida ishlaylik mana. dx topib turamiz mana yerda. Bir taqsim x va tagidagi funksiya bu minus bo'lgani uchun plyus bo'lib ketadi. Plus 4x minus 4 dx. Bundan nima chiqadi? ln x
plus 2x kvadrat minus 4x chegara 1 taqsim 2 1 taqsim 4. Biz qo'yib chiqamiz, demak ln 1 taqsim 2 plus 2 1 taqsim 4 minus 4 1 taqsim 2 minus ln tak minus ln 1 taqsim 4 tak minus 2 1 taqsim 16 minus 4 1 taqsim 4 nima chiqadi? Tak 2 ni minus 1 bo'lsa bu minus ln 2 bo'lib qoladi. Bu plus 1 taqsim 2 minus 2 minus bu plus bo'lib ketadi. 2 ln 2 minus 1 taqsim 8 minus 1 teng bu va bu ikkalasidan ln 2 qoladi. ln 2 va tak mana shu hozir bizda plus bo'lib ketish kerak edi. To'g'ri, mana shu plus bo'lib ketish kerak edi. Demak, mayda plus 1 bo'lishi kerak edi. Aha. Ikkalasidan ln 2 qoldi. 2 dan 1 da ayirdik minus 1 plus 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 8 va teng yozsak ln 2 minus 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 8 ekan. Endi umumiy yuzani topganda nima qilamiz? Shu ln 2 minus 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 8 ga plus 1 taqsim 8 qo'shamiz. Qaysi u? Mana shuni. Shunda bular qisqarib ketadi. Natijada ln 2 minus 1 taqsim 2 ekan. Mana yerda men 0.2 deb xato yozgan. 2 bo'lishi kerak. Mana javob C. Tak. Buni ishlatyapti. Demak, integral a dan b gacha, ya'ni 2x minus 1 ni integraldan chiqarsak x kvadrat bo'ladi, minus x bo'ladi. Chegara b a teng 50 bo'lsa va yana ma'lumki a plus b 11 ligi ma'lum, bizga a ni so'rayapti. Yozamiz. b ni qo'ysak b kvadrat minus b minus a kvadrat plus a teng 50. Bu ikkalasidan b minus a b plus a minus chiqarsak bu yerda b minus a qoladi teng 50. Bu bir xil bo'lgani uchun chiqarib olamiz. Bundan b minus a bu yerda esa b plus a minus 1 qoladi teng 50. Bu bizga 50 deb 11 deb bergani uchun unda bu ifoda 10 bo'lardi. Ya'ni yozamiz. B minus a nimaga teng ekan? 5 ga teng ekan. Va tagidan a plus b 11 ligini yozib bir-biriga qo'shib olsak 2 ta b teng 16 bo'ladi. B teng necha ekan? 8. Endi a ni so'rayapti. Demak, 8 minus a teng 5 ligidan a teng 3 chiqadi ekan. Javob C. Tak, keyingisi x y teng 8 yaxshi. Funksiyalar yoza olamiz. Y barobar 8 taqsim x, x teng 8, y teng 8 funksiya chegaralangan sohani yuzini toping. Chizib olamiz. Taxminan bunday bo'lsin. Mana 8 taqsim ximiz. Endi aytayaptiki 8 degan y barobar 8 degan chiziq shu bo'lsin, x barobar 8 degan chiziq bu bo'lsin. Unda mana buni so'rayapti mana. Uni topish uchun bu chegarani topish kerak. Unda qanday topamiz? Yozamiz y barobar 8 taqsim ximiz
qachon 8 ga teng bo'ladi degan savol javob berish kerak. Uning uchun x teng bo'ladi 1 bo'ladi. Unda mana nima ekan? 1 ekan. Va bu sohani topish uchun integral 1 dan 8 gacha 8 kara 8 dan ayirar ekanmiz demak. Umuman to'rtburchakdan ayiramiz funksiyani. Demak 8 taqsim x dx da. Ya'ni nima chiqadi? 64 minus 8 ln x. Tak, 8 chiqadimi o'zi bilmadim. Yo, 8 kara 8 bo'lmaydi bu. 7 kara 8 bo'ladi. Nega? Chunki mayerimiz 7. Bunda mana 56 bo'ladi. Minus 8 ln x 8 ga 1. Buni hisoblasak 56 minus 8 qavsdan ln 8 minus ln 1. Ya'ni 56 minus 8 da ln 8. Ya'ni 8 bu nima bu? 2 ni kubiku. Shuning uchun 2 ni qoldiramiz, 3 bu yoqqa chiqarib olamiz. Shunda 56 minus 8 kara 3 24 ln 2 yo'q bo'ladi. Javob A. Tak, nostandart masalalarga keldik. Nostandart masalalar. Misol uchun A plus B plus C teng 0 bo'lsa, A katta teng 0, B katta teng 0, C katta teng 0 bo'lsa, A teng 0, B teng 0, C teng 0 tengliklar bir vaqtda bajarilishi majbur. Endi misolda sразу kirishib ketamiz ishlashga. Formulalar kimga kerak bo'lsa ko'rib chiqadi. Boshladik. Ushbu funksiya tenglamaning ildizlari yig'insini toping. Endi buni nima qilish kerak? Analiz qilish kerak. Chap taraf bilan o'ng tarafni. Chap tarafda qanaqa funksiya ko'ryapmiz? Minus 4x kvadrat minus 4x plus 3. Minusini chiqarib olsam bu 2x kvadrati plus 2 kara 2x kara 1 plus 1 kvadrati deb qarab turib plus 2 desak bo'ladi. Ya'ni bu minus 2x plus 1 ning kvadrati plus 2. Ochib oladigan bo'lsak minus 2x plus 1 kvadrati minus 2. Tak, to'g'ri bo'ldimi? Minus 2. Minus 4x kvadratni chiqarib olish kerak edi. Bu minimal shoxlari pastga qarayapti. 1 minut. Minus 4x kvadrat minus 4x plus 3. Yaxshi. Minus chiqarsak tashqarida 2x kvadrat plus 4x. Mana yerda minus 3 bo'lib qolishi kerak ekan. Minus 4 bo'lib qolishi kerak ekan. Plus 1 qilsak minus 4 bo'lishi kerak ekan. Unda mana minus 4 mana plus 4 bo'lib qolar ekan. Demak bu maksimal to'g'ri qabul qilar ekan. Demak buning maksimum qiymati 4. Endi bu funksiyaga qaraylik. 2 ning darajasi 4x kvadrat plus 4x plus 3 ga qaraylik. Bu ham nima? 2x ning kvadrati tepasi plus 2 kara 2x kara 1 plus 1 ning kvadrat desak, plus nima etmayapti? Ketmayapti. 2 ning darajasi turibdi hammasi. Demak bundan 2 ning darajasida 2x plus 1 ning kvadrati plus 2 degani. Demak buning minimum qiymati 4 degani. Chunki mana bu 2x plus 1 0 ga aylanganda bu 2 bari qolib ketadi-da. Demak eng kami 4 qabul qiladi. Ko'rinib turibdiki, chap taraf eng ko'p bilan 4, o'ng taraf eng kam bilan 4 turibdi. Demak ikkalasi bir vaqtda 4 ga tenglashishi kerak.
xohlagan tarafini 4 ga tenglashtirsak yetar ekan. Demak, mana bunda 2x plus 1 ni 0 ga tenglashtirsak x teng minus 0,5 degan javob berishar ekanmiz. Javob B. Keyingisi ko'p xatning eng kichik qiymatini toping. Ko'p xatning eng kichik qiymatini topish uchun biz x ga bog'liq joyini alohida olaylik, mana shuni. Yozamiz. X kvadrat minus 2x plus 1 bo'lganda edi, to'liq kvadrat bo'lardi. Bu yerda plus 1 o'tgani uchun nima qoladi? 2y kvadrat plus 8y plus 8 qoladi. Buni to'liq kvadrat deb yozib olsak, bu x minus 1 ni kvadrati plus qanaqadir 2y kvadrat plus 8y plus 8 degan yozdi. Eng kichik qiymati degani, demak mana shunda ko'rinib turibdi. Bu kvadrat bo'lgani uchun eng kami 0 qabul qiladi. Demak, buni ham qanaqadir to'la kvadrat ajratib olsak, 2 ni chiqaramiz. Y kvadrat plus 2 kara y kara 2 desak 4y bo'lardi. Plus 4 etmayotganini deb qaraymiz. Hozir qavs ochib chiqsak to'g'ri chiqadimi? 2 ga y kvadrat 2y kvadrat, 2 ga 2 2 8y, 2 ga 4 8 to'g'ri. Bunda ko'rinib turibdiki, bu 2 qavsda y plus 2 ni kvadrati. Buni ham yana yozsak bo'lar ekanki, x minus 1 ni kvadrati plus 2 y plus 2 ni kvadrati. Eng kichik qiymati ko'rinib turibdiki, nima ekan? 0 ekan. Bu ham 0 bo'lishi mumkin, bu ham 0 bo'lishi mumkin. Demak, buning minimal qiymati 0. Javob A. Keyingisi. Agar beta 0 dan bitasini 4 orasida bo'lsa, tangens beta o'rinli bo'ladigan a ning barcha qiymatlarini toping. Nimadan boshlaymiz? Tangens betamiz modulga teng ekan, demak bu musbat songa teng bo'lyapti. Buni qanday boshlasak? Aniqlanish sohasi yoza olamiz. Aniqlanish sohani belgilab olaylik. Aniqlanish soha bizda nima? Mahraj 0 dan 0 ga teng bo'lishi kerak. Demak, a kvadrat minus 4 teng emas 0. Demak, a teng emas minus 2, a teng emas 2. Bu aniqlanish soha. Tangens beta bu deyapti. Demak, bu tangens beta bilamiz, minus xlikdan plus xlikgacha ishlayveradi. Yaxshi. Bizga aytayapti tangens beta. O'zi tangens beta 0 dan bitasini 4 gacha ekan. Shuni yozib olaylikchi. Tangens beta qayerdan qayergacha qabul qiladi? Demak, tangens agar 0 da bu 0 ni qabul qilardi, tangens bitasini 4 da 1 qabul qilardi. Demak, tangens beta nima ekan bu? 0 dan 1 orasida ekan. Demak, bizda mana shu modulimiz, ya'ni a kvadrat minus 5a plus 4 taqsim a kvadrat minus 4 modulimiz nima ekan? 0 dan katta-yu 1 dan kichkina degani, 0 dan kattaligi aniq. Endi 1 dan kichkina qilib ishlash kerak ekan. 1 dan kichkina degan nima degani? Minus 1 dan katta-yu 1 dan kichkina qilib ishlasa bo'ladi. Minus 1 dan katta-yu 1 dan kichkina qilib ishlaymiz. Yozamiz. A kvadrat minus 5a plus 4 taqsim a kvadrat minus 4 kattaga teng minus 1. A kvadrat minus 5a plus 4 taqsim a kvadrat minus 4imiz kichkinaga teng 1. Shuni ishlashga to'g'ri keladi. Tepani ko'paytirishga ajratsak, bu bizda a minus 1 a minus 4 pastda esa a plus 2 a minus 2. Yo, buni 1 deb haydab olishim kerak ekan-ku, bir minut. 1 deb haydab olamiz va qarab plus qilib, unda a kvadrat minus 5a plus 4 bu plus 1 o'tsa, demak plus a kvadrat minus 4
taqsim a kvadrat minus 4 katta teng 0. Bu yoqda esa a kvadrat minus 5a plus 4, bu minus o'tadigan bo'lsa minus a kvadrat plus 4 taqsim a kvadrat minus 4 kichkina teng 0 sistema. Bundan ikkita a kvadrat yozamiz. Ikkita a kvadrat minus 5a turaveradi, to'rtlar hisob ketar ekan. Pastda esa a kvadrat minus 4 katta teng 0. Bu tarafda ham a kvadratlar yo'q ketar ekan. Minus 5a plus 8 taqsim a kvadrat minus 4 kichkina teng 0. A'ni chiqarsak 2a minus 5 pastda a plus 2. A minus 2 desak katta teng 0. Bu yoqda minus 5 chiqarsak a minus 8 taqsim 5. Pastda esa a plus 2 a minus 2. Endi shuni agar biz plus qiladigan bo'lsak, undan bu yoqda nollar katta teng 0 bo'ladi. Chizmada nima bo'ladi? Tak, chizmada bizda tepada 2,5 bilan 0, pastda minus 2. Demak, minus 2 keyin 0 keyin 2 0 deb qo'yib qo'yamiz. Keyin 2,5. Tak, plus minus plus minus plus. Bizga pluslar kerak. Pastdagisi esa bu minus 2 8 taqsim 5 1,6 deb ishlatsak bo'ladi. 1,6 keyin 2 plus minus plus minus, demak pluslar kerak. Buni sistema qilsak bizda minus 2 ni tan kichkina tarafda hech kim qolmaydi. Demak qoladiki 0 dan 1,6 gacha bitta yechim. Endi keyin 2,5 dan kattasi ekan. Keyin 2,5 dan kattasi. Bunda javob bo'lar ekan x tegishli 0 dan 1,6 gacha qo'shimcha 2,5 dan xlikgacha ekan va bu javob bizda C da. Tenglamaning ildizli ko'paytmasini toping. Tenglamaning ildizlari ko'paytmasini toping. Yaxshi yozamiz. X darajasida logaritm 3x teng 9x. Logaritm 3x desak, tepada logaritm 3x teng logaritm 3 9x. Bundan logaritm 3x ning kvadrati paydo bo'ladi. Bu yoqqa chiqib ketgandan keyin. Bu yoqda esa logaritm 3 ga 9 plus logaritm 3 ga x. Mana shuni qanaqadir t deb olsak, unda t kvadrat teng 2 plus t, ya'ni t kvadrat minus t minus 2 teng 0 ligidan t1 t2 vet bo'yicha topiladi. Ikkita ildizni qo'shsak, bu 2 bilan minus 1. Unda birinchi holda logaritm 3x ni 2 ga tenglashtirsak, x 1 teng bo'ladi 9 bo'ladi.
ikkinchi holda logaritm 3x da agar -1 ga tenglashtirsak, unda x2 imiz minus 1 taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Ildizlar ko'paytmasini top desa, unda x1 kara x2 bu 9 kara 1 taqsim 3, ya'ni 3. Javob B ekan. Keyingisi tenglamani shunaqa bo'lsa x kvadrat plus y kvadrat toping demoqchi. Bu ko'rinib turibdi, bitta tarafdan modul, ikkinchi yig'indimiz bu 4-daraja ildiz. Demak, ikkalasi ham 0 ga teng bo'lsagina yig'indisi 0 bo'ladi. Unda yozamiz. Y minus 3x plus 5 teng 0. 5x minus y minus 9 teng 0. Bundan y barobar 3x minus 5. Bunda y barobar 5x minus 9. Tenglashtirsak 3x minus 5 teng 5x minus 9. Demek 4 teng 2x, x teng 2. Bunda y teng bo'ladi 1 ga. X kvadrat plus y kvadrat degani 2 ni kvadratiga 1 ni kvadrati qo'sh degan. Javob 5 chiqadi. Va bizda bu D. Keyingisi. Yozamiz. 3x minus 2y taqsim 3x plus 4y teng 2 taqsim 5 bo'lsa, x kvadrat plus y kvadrat taqsim x y so'roq bo'lyapti. Chap tarafda ishlaymiz. 5 ta borib ko'paytirsak, kres qilib proporsiya ko'ryapmiz. Demak, 15x minus 10y teng 6x plus 8y. Bu tarafga o'tsak 9x teng 18y, x teng 2y. Olib bormay qo'yamiz. Shunda 4y kvadrat plus y kvadrat bo'ladi. Pastda esa 2y ga y. Ya'ni 5y kvadrat taqsim 2y kvadrat. Bu esa 2,5 beradi. Javob C. Ushbu munosabat bilan aniqlanadigan nuqtalar to'plami qanday shakl hosil qiladi? Yaxshi. X kvadrat oldiga minus 2x olib boramiz. Plus 1 minus 1 qilsak, bizda to'liq kvadrat chiqadi mana. Plus y kvadrat oldiga minus 2y qilib plus 1 minus 1 qilsak, bunda ham to'liq kvadrat chiqadi mana yerdan. Bu kichkina teng bo'ladi 0. Unda x minus 1 da kvadrati plus y minus 1 da kvadrati kichkina teng bo'ladi 2 bo'ladi. Bu ko'rinib turibdi, bu doira. Radiusi esa 2 dan kichkina nuqtalar hammasini qabul qilyapti. Markazi 1 va 1 da joylashgan. Demak, nima ekan? Doira ekan. Tenglamani yeching. Tenglamani qanday qilamiz? 2. Buni ko'raylik. Sinus x plus 2 demoqchi. O'zi sinus x'imiz nima edi bu? Minus 1 dan 1 gacha edi. 2 qo'shsak, bu degani 1 dan kattaga teng. Sinus x plus 2 kichkinaga teng 3 dan bo'lar ekan. Demak, qanaqadir bu yerda 1 bor, bu yerda nima bor? 3 bor. Bu yerda 2 dan demak o'ynaydi bu. Qandaydir? Shunday ketadi. Maksimalga pi taqsim 2 erishadi. Voy. 0 dan 0 ga erishgan bo'lsa, pi da ham erishadi mana yerda. Minimalga
3 pi taqsim 2 da erishadi. Mana bunga pi da erishadi. O'ng tarafimiz. O'ng tarafda chizmasini ham bir ko'rish kerak, qayerda bo'lar ekan. Alohida chizib qo'ya qolay shuni. X o'rniga misol uchun 0 bersam, aynan bu funksiyaga qarayapman mana. 1 da qabul qiladi. Demak, mana yerda o'tadi bu 1 dan. Demak, o'zi bu musbat son ekan, manfiy bo'la olmaydi. X o'rniga xohlagan son qo'ysam, bu musbatga kvadrat bo'lgani uchun aylanib ketaveradi. Aytaylik. -1 bersam, taqsim 2 bo'ladi. Demak, bu tarafga ham nima qilar ekan bu tarafga ham, bu tarafga ham kamayar ekan faqat. Bu ko'rinib turibdiki, mana qizil bilan bittaga joylashtiradigan bo'lsam, bu funksiya demak, mana yerda qabul qiladi mana. Bu yoqda qabul qiladi. Umuman kesish nuqtasi yo'q, demak, bo'sh to'plam ekan bu. Agar x va y sonlari x kvadrat plus y kvadrat teng y minus 1 kvadrat teng 2x y tenglikni qanoatdan tursa, x plus y ning qanchaga teng bo'lishini topib bering debdi. Davom etamiz. Yaxshi. E'tibor bersak, to'la kvadrat ko'ryapmiz, mana shularni yig'sak. Unda x kvadrat minus 2x y plus y kvadrat plus y minus 1 kvadrati teng 0 bo'ladi. Buni yig'sak, bu x minus y ning kvadrati plus y minus 1 kvadrati teng 0. Teng birinchi qavs x bilan y teng bo'lishi kerak ekan, 0 bo'lishi uchun. Ikkinchi qavs y teng 1 bo'lishi kerak. Majbur, chunki nollar bo'lgandagina yig'insi 0 bo'ladi. Unda x ham teng 1 bo'lar ekan. Bunda so'rayotgan narsa x plus y, ya'ni 1 plus 1 teng 2. Javob D ekan. Keyingisi. Tenglama ildizlarining ko'paytmasini toping. Keyingi ildizlarni topish uchun nima qilamiz? Ko'paytirishga ajratamiz. X kvadrat chiqarib olsak, x minus 5 qolib ketadi. Bu yerdan minus 2 ni chiqarsak, x minus 5 qolib ketadi. Teng 0. X minus 5 ni chiqarib olsak, bizda x kvadrat minus 2 teng 0 chiqadi. x1 teng 5, x2 teng minus ildizdagi 2, x3 teng ildizdagi 2. Ko'paytmasini top desa, demak 5 karra minus ildizdagi 2 ga ildizdagi 2 bo'ladi. Javob minus 10 chiqadi. Keyingisi. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi manfiy sonlar nechta? Yozib olaylik buni. X minus x kvadrat plus x minus 2 mana bitta qavs kara 2x plus 1 taqsim e ning 4-darajasi kara logaritm x kvadrat plus 2x plus 2 soni esa 1 minus x kvadrat taqsim pi. Katta x teng 0 ichi beryapti. Bu qavsga qarasak, nima ko'ramiz? Diskriminant tekshirib ko'raylik. Diskriminant teng 1 kvadrati 1 minus ketadi 4 kara 2, ya'ni 0 dan kichkina. Shoxlari pastga qaragan, demak bu har doim manfiy son. Demak, manfiy songa bo'lib olsak, minus x kvadrat plus x minus 2. Nollarni ishora o'zgaradi. Ya'ni 2x plus 1 taqsim e ning 4-darajasi logaritm x kvadrat plus 2x plus 2 1 minus x kvadrat taqsim pi kichkina teng 0 bo'ladi. Endi mana unga e'tibor beramiz. Bu ham 4-daraja bo'lgani uchun 0 dan hamisha nima ekan? Katta ekan, eng kam 0 bo'ladi. X teng minus 1 taqsim 2y da bu 0 ga teng bo'ladi. Demak, shunga bo'lib olamiz. 2x plus 1 taqsim e 4-darajaga bo'lib olsak, u ishora o'zgarmaydi, chunki bu musbat son. Unda yozamiz logaritm x kvadrat plus 2x plus 2. Shuni ham
Asosini bunday yozib qo'ydik. X plus 1 ning kvadrati plus 1 deb olaylik. Bu yerda esa 1 minus x kvadrat taqsim pi kichkina teng 0 turaveradi. Mana. Endi ko'rinib turibdi, asosimiz 1 dan katta ekan. X plus 1 kvadrat plus 1 bu katta teng 0, 1 deylik. Eng kam 1 ni qabul qilyapti o'zi bu. Bundan 1 dan katta asosda biz nima qilamiz? Logaritmni tashlab olamiz. Buni logaritmlasak, logaritm x plus 1 ning kvadrati plus 1, bu yerda esa 1 bo'ladi, 0-darajasi. Va yozamiz 1 minus x kvadrat taqsim pi kichkina teng 1. Va aniqlanish sohasi ham yozib qo'yishimiz kerak ekanki, biz bu yerda yozib qo'ydik shuni. Aniqlanish sohasi x plus 1 kvadrat plus 1 teng emas. 1 da ham qabul qilish kerak. Unda x plus 1 kvadrat teng emas 0 da x teng emas minus 1 bo'lishi kerak. Bu asos, logaritmning asosi 1 bo'lmasligi uchun ishladik. Va logaritmda tepadagi asosi ham nima bo'lishi kerak? 0 dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni 1 minus x kvadrat taqsim pi ham 0 dan katta bo'lishi kerak. Yoki da x kvadrat taqsim pi kichkina 1 dan bo'lishi kerak. Buni umumiy mahraj bersak, kichkina bir qilmaylikda, minus pi taqsim pi bo'lsin-da, kichkina 0 bo'lsin. Bu sonlar haqida ko'rinib turibdiki, minus ildizdagi pi bilan ildizdagi pi. Plus minus plus. Sonlar nechta debdi? Tak. Endi butun sonlar demagan. Ishlaymiz bunda. Aniqlanish so'g'ani mana yozib oldik. Buni ishlaymiz. 1 bilan 1 qisqarib ketadi. X kvadrat taqsim pi katta teng 0 bo'ladi. Demak, bu x tegishli nima? Real sonlar to'plamida ishlaydi. Demak, x tegishli real sonlarda ishlaganda mana bitta ildiz qarashimiz kerak bo'ladi. Bu haqiqatan aniqlanish sohasiga tegishlimi yo'qmi? Minus ildizdagi pi degani bu minus 1 butun qancha hamda? Mana minus 1 butun sonlar, mana yerda 1 butun sonlar. Demak, kiradi u ildiz. Bu yerda o'zimizga qaraganda butun emas, nechta yechim degani uchun cheksiz yechim bor-da bu yerda. Cheksiz yechim ko'p bu yerda. Agar butun deganda-chi desa, misol uchun butunda ham menimcha minus 1 ni qo'yishimizga to'g'ri kelarmidi? 1 ni to'g'ri qo'yishga to'g'ri keladi. Minus 1 ni qo'ya olmas ekanmiz. 1 butun qanchaning ichida 1 bor. Demak, bitta yechim bo'lardi agar butun deganda. Butun desa B javob bo'lishi kerak. Lekin katta B debdi-da, demak shunda demak bular menimcha manfiy sonlar nechta demoqchi? Butun manfiyda umuman yechim butun yo'q-da. Chunki minus 1 ni qabul qilmaydi mana. Kal to'g'ri emas demak. Minus 1 ni qabul qilsa, unda asosi 1 bo'lib qoladi, logaritm ishlamay qoladi. Shuning uchun cheksiz ko'p bo'ladi butun demagani uchun. X 2 bilan 9 orasida, y esa 6 bilan 13 orasida bo'lsa, 3y plus 6x taqsim 6 y ning eng katta qiymati so'ralyapti. Yaxshi, xatma-xat bo'laveraylik. 3y taqsim 6y plus 6x taqsim 6y. Bundan 1 taqsim 2 plus x taqsim y. Kasrning eng katta qiymatini topish uchun x eng katta bo'lishi kerak, y eng kichkina bo'lishi kerak. X ning eng katta qiymati demak qanaqa a bo'lsin. A ning maksimum qiymatini topish uchun 1 taqsim 2 ga plus x o'rniga eng katta 9 ni qo'yamiz, y o'rniga eng kichkina 6 ni qo'yamiz.
Ya'ni 1 taqsim 2 plus 3 taqsim 2. Bu 2 beradi. Javob A. Keyingisi. 2x teng 3y teng 4z va mana shu bo'lsa y so'rayapti ekan, yozamiz. X yozsak 3y taqsim 2 deb yozsa bo'ladi. Z yozsak 3y taqsim 4 yozsa bo'ladi. Endi mana bunga qo'yamiz. 1 taqsim 3y taqsim 2 plus 1 taqsim y plus 1 taqsim 3y taqsim 4 desak teng 2 bo'lishi kerak ekan. Yozamiz. 2 taqsim 3y plus 1 taqsim y plus 4 taqsim 3y teng 2. Aytaylik. 3 ga ko'paytiraylik mana yerda. Unda 2 plus 3 plus 4 taqsim 3y teng 2. Bundan 9 teng 6y. Y teng 9 taqsim 6. Ya'ni 3 taqsim 2. Yoki 1,5. Keyingisi A plus B plus C teng 0 bo'lsa, palanchani toping debdi. Ha, yaxshi. Tepadan boshladik. A plus B plus C teng 0 ligidan biz buni kubga oshirsak, A plus B ning kubi plus C ning kubi plus A plus B kara C A plus B plus C deb yozilsa bo'ladi teng 0. Mana chap taraf kubga oshirsak shu chiqadi. Mana undan yozdim-da, mana A plus B ning kubini biz nima deb yozsak bo'lardi? A kub plus B kub plus 3 ta yozmabman yerga bir minut. 3 mana. 3 ta A plus B deb yozsa bo'lardi. Shuni qo'lladim mana. Va ko'rinib turibdiki, A plus B plus C 0 ligida mana hammasi 0 bo'lib ketadi. Boshqa yozamiz. Demak, buni ochib yozamiz. A kub plus B kub plus 3 ta AB A plus B va plus C kub teng 0 turibdi mana. Va biz bilamizki, mana yerda A plus B ni qoldirsak minus C ga teng bo'ladi. Mana o'rnidan nima qilsak bo'ladi? Minus C ga tenglashtirasak bo'ladi. Unda A kub plus B kub plus C kubni olamizda minus 3ABC teng 0 bo'lib qoladi. Unda A kub plus B kub plus C kubni o'rnida 3 ta ABC ishlatsa bo'ladi. Pastga qaraymiz. A kvadrat B plus B kvadrat A plus B kvadrat C plus C kvadrat B plus A kvadrat C plus C kvadrat A plus 5 ta ABC turibdi. Shuni ixchamlash kerak. Bu ikkalasidan AB ni chiqarib olsak, A plus B qolar ekan. Plus bundan BC ni chiqarib olsak, B plus C qolar ekan. Bundan AC ni chiqarsak, A plus C qolar ekan. Plus 5ABC. A plus B ni o'rnida tepada bilamizki, minusni qo'yaversa bo'ladi. Unda bu minus ABC bo'lib qoladi. Bu yerda yana minus ABC, bu yerda yana minus ABC. Plus 5 ta ABC. Itago 2 ta ABC qoladi. Va bizda mana izlayotgan narsani top desa teng bo'ladi. Tepada demak 3 ta ABC degandik, A kvadrat B kvadrat C kvadratni va qo'shimcha 5 ABC'si ham bor. Pastda esa 2 ta ABC qoldi. Tepada 8 taqsim 2 qolib ketadi. Bu yerda o'z navbatda 4 beradi. Javob A. Keyingisi 5 ta darajasida minus sinus kvadrat 10 px turibdi.
o'ng tarafda 4x kvadrat parabola turibdi. Tenglama ildizlari yig'indisini toping. Bu ko'rinib turibdiki, qanaqadir chap taraf maksimum nimadir, minimum nimadir, maksimum nimadir qabul qiladi. Pastchi o'ng taraf ham nimani qabul qildirishi kerakdir yoki chizmadan tekshirib ko'ramiz. Chunki bular bittasi ko'rsatkichli funksiya, ikkinchisi parabola. Yani minus sinus kvadrat 10x ga urg'u beraylik. Minus emas, shu kvadratni olaylik. Sinus kvadrat 10px yozganimda men buni bilamanki, bu 0 dan katta-yu 1 dan kichkina bo'ladi baribir. Endi minus 1 ga ko'paytirsam, unda minus 1 dan katta minus sinus kvadrat 10px bo'ladi. Bu kichkinaytirib nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Demak, 5 ta darajasida nima turibdi? Minus 1 dan 0 gacha chegara turibdi. Demak, 5 ta minus sinus kvadrat 10px degan yozuv bu chegarasi nima ekan? 5 ta minus 1 dan 5 ta 0 gacha ekan. Ya'ni bu nima aytadi? Bu chegara demak 1/5 dan 1 gacha o'ynaydi degani. Chizmada qarasak. Chizmani qarasak, sinus x'imiz, sinus kvadrat x'imiz bu x ga xohlagan son qo'ygan taqdirimda ham 1/5 dan 1 gacha qabul qiladi degani, ya'ni bu yerdan kelgan taqdirda ham nima qilar ekan? Maksimum 1 ga boradi. Qachon? 0 da. 0 da 1 ga boradi, demak 1 dan o'tolmaydi. 1/5 chegara faqat turar ekan. Boshqa rang bilan belgilab qo'ysam. Mana shu joy faqat mana. Buniki 0.2 dan 1 gacha o'ynaydi. 4x kvadrat minus 12x ga qarasak, 4x kvadrat minus 12x plus 10 ga qarasak, bu qanaqa funksiya? Bu 2x kvadrati minus 2 kara 2x kara 3 plus 9 plus 1 desa bo'ladi. Buni 2x minus 3 ning kvadrati plus 1 deb qarasa bo'ladi. Demak, bu 1 bu maksimum 1 qabul qilsa, chap taraf, o'ng taraf minimum 1 qabul qilar ekan. Demak, buning minimal qiymati teng 1, buning maksimali 1. Bu nima? Max qiymat. Demak, 2x minus 3 ni 0 ga tenglashtiradigan nuqta bizga maksimum nuqtani beradi. Ya'ni x teng 1,5. Javob B. Tak, bizga aytyapti mana 1/a, 1/b, 1/c teng 4 bo'lsa, 8a plus 1/a plus 8c plus 1/c minus 7b minus 1/b. Buni ochaversak, 8 plus 1/a plus 8 plus 1/c minus 7 plus 1/b bo'lib qoladi. Buni o'rniga 4 qo'yaveramiz. Natijada 8 plus 8 minus 7 plus 4. Ya'ni 13 chiqadi. 13 chiqadi. Tak, 1 plus tangens 4-darajali x teng ekan. Teng kosinus kvadrat 2x ko'ryapmiz. Biz bilamiz tangens kvadrat bu eng kam 0 qabul qiladi. Ham kam 0 qabul qiladi. Tenglash uchun yozamiz. Bu aslida nima? Tegishli 0 dan 1 gacha. Bu esa bu o'zi selikom hammasi birgalikda 1 dan chekslikkacha.
Demek ko'rinib turibdi, chap tarafim eng minimum 1 qabul qilyapti, o'ng tarafim maksimum 1 qabul qilyapti. Demak, ikkalasi ham 1 ga teng bo'lgandagina ishlaydi. Yozamiz. Kosinus 2x teng 1 kvadrat deb qarayman bunga. Kvadrat deb qaraylik. 1 plus tangens 4x teng u ham 1 deb qarashim kerak. Sistemada bo'lishi kerak bu. Va mayli formula yozaylik. Kosinus 2x imiz nima edi bu? 2 ta kosinus kvadrat x minus 1 ligidan biz bilamizki kosinus kvadrat x bu teng 1 plus kosinus 2x taqsim 2 ligidan qayerga yozaolaylik. 1 plus kosinus 4x taqsim 2 teng 1. Pastda esa tangens 4-darajali x teng 0. Tak, bundan kelib chiqadiki kosinus 4x teng 1 chiqadi. 2 yoqqa boradi, 1 minus o'tib ketadi. Tangens 4-daraja x teng 0 mana. 4x qachon 1 bo'ladi? Kosinus qachon 1 bo'ladi? U 2pn da. Demak 4x teng 2pn. Tangens qachon 0 bo'ladi? Bu pn da. Demak x teng pn da. Bunda x teng pn taqsim 2 bo'ladi. Bu yerda x teng pn. Ikkalasiga ham qanoatlantiradigan javob bu pn bo'ladi. X teng pn. Bizga nima deyapti? Minus 2pi dan 2pi gacha qancha javob bor deyapti. Yozamiz demak. Birinchisi n teng minus 2 da x teng minus 2pi qabul qilardi. N teng minus 1 da x teng minus pi qabul qilardi. 3. N teng 0 da x teng 0 da qabul qilardi. 4. N teng 1 da x teng pi. 5. N teng 2 da x teng 2 pi. Minus 2 pi dan 2 pi gacha 5 ta javob bor ekan. 5 ta. Javob B. Sinus kub plus kosinus kub plus sinus kvadrat teng 2 tenglama minus 2 pi dan 2 pi kesmadan nechta ildizga ega? Tak, qanday hisob qilamiz bunga? Sinus kub x plus kosinus kub x plus sinus kvadrat x teng 2 ta sinus kvadrat x plus 2 ta kosinus kvadrat x desak. Buni haydab olsak bitta tarafga, unda sinus kub x minus sinus kvadrat x plus kosinus kub x minus 2 ta kosinus kvadrat x teng 0 bo'ladi. Bu ikkalasidan sinus kvadrat chiqarib olsak sinus x minus 1 bo'ladi. Plus bundan kosinus kvadrat x chiqarib olsak kosinus x minus 2 teng 0. Yaxshi. Sinus kvadrat x sinus x minus 1 turaversin. Plus kosinus kvadratda biz 1 minus sinus kvadrat qilsak, uni biz 1 minus sinus x 1 plus sinus x yosh imkonimiz bor va bu yerda kosinus x minus 2 teng 0. Bu yerda x minus bu yerda bunaqa ekan. Demak, buni minusini chiqarib turib bu yoqqa kirgizib olsak, bunday yozsa bo'ladi-da. Sinus x minus 1 chiqarib olamiz. Bizda sinus kvadrat x qoladi. Buni minus 1'ini biz bu yoqqa kirgizib olsak, minus 1'ini mana yerga. Unda plus 1 plus sinus x bu yerda 2 minus kosinus x ga ko'paytib qanday bo'lib qoladi bu? Teng 0. Buni ko'rinib turibdiki, birinchi holatda sinus x teng 1 deb ishlasa bo'ladi. Ikkinchi holatda esa sinus kvadrat x plus 2 mana 1 ga 2 2 minus kosinus x plus plus 2 ta sinus x minus sinus x kosinus x teng 0 deb ishlash kerak bo'ladi. Bunda x teng pi taqsim 2 plus
2 pi n bo'lib ishlaydi bu. Nechta ildizga ega debdi. Ikkinchi holatda nima qilamiz buni? Sinus kvadrat x plus plus 2 minus kosinus x dan sinus x chiqarsak tashqariga. Bu mana qaysidan bo'lyapti shunda? Bu bilan bundan bo'lyapti chiqarib va plus 2 minus kosinus x qoladi. Teng 0. Endi buni sinusni qanaqadir o'zgaruvchan deb qarab turib diskriminant qilsak, bizda diskriminant teng bo'ladi 4 minus 4 kosinus x plus kosinus kvadrat x minus 4 kere 2 minus kosinus x va bunga baho berishimiz kerak. Bu teng 4 minus 4 minus 4dan mayli kosinus x plus kosinus kvadrat x minus 8 plus 4 kosinus x desak, bular qisqarib ketsa natija 4 minus 8 minus 4 bo'ladi. Kosinus kvadrat x minus 4 qolyapti. Bu 0 dan kichkinaligi aniq, chunki kosinus kvadrat maksimum 1 qabul qiladi. Demak, bu yerda yechim yo'q ekan. Demak, mana buni yechish kerak bo'ladi. Unda biz minus 2 pi dan 2 pi gacha nechta demoqchi? Boyagidek ishlab ketaveramiz. Misol uchun n ga minus 3 bersam bo'lmaydi, chunki minus 3 da 6 bo'lib ketadi, minus 1 beramiz. Minus 2 bersam bo'lmay qolar ekan, minus 1 beraman. Shunda x'im teng bo'ladi pi taqsim 2 minus 2 pi. Va bizga bu qanoatlantiradi. N teng minus n teng 0 qo'ysamchi, unda x teng pi taqsim 2 bo'lib qoladi. Tepada beravering. Mayda n teng solmay qolyapti bo'lmaydi. Berib o'zimiz. N teng 1 qo'yganimda edi, unda x teng pi taqsim 2 plus 2 pi bo'lib qolar ekan, u bizga o'tib ketadi. Bu bo'lmaydi ekan, olib tashlaymiz uni. Va nima bo'lyapti? N teng minus 1 da ishladi, n teng 0 da ishladi. Shunda ikkita javob bo'lyaptimi? Buni kaltini bir marta tekshirib olingchi, bir marta. Kosinus kub bo'lsa, bu hozir kalti ikkita ekan. To'g'ri, kalti ham to'g'ri kelyapti ekan. Ikkita mana. N minus 1 da to'g'ri keldi va n teng 0 da to'g'ri keldi. Javob C ekan. A parametri qanday qiymatlarida funksiya tenglama ildizlari nomanfiy bo'ladi debdi. Yaxshi. x1 plus x2 nomanfiy bo'lsa, yig'indisi ham nima bo'ladi? 0 dan katta bo'ladi. x1 x2 ko'paytmasi ham nomanfiy bo'lsa, uni ko'paytmasi ham 0 dan katta teng bo'lishi mumkin. Endi diskriminantdan 0 dan katta bo'lishi kerak o'sha uchun. Diskriminant 0 dan katta tengda u ildizga ega bo'ladi. Shu diskriminant ishlab olamiz. Diskriminant 0 dan katta degan nima degani? 2 ning kvadrati 4, bu yerda esa a plus 3 ning kvadrati minus 4a
a plus 2 kattaga teng 0. 4 ga bo'lib olsak, unda a kvadrat plus 6a plus 9 minus a kvadrat minus 2a kattaga teng 0. A kvadratlar yo'q ketsa 4a kattaga teng minus 9. Ya'ni a kattaga teng minus 2/1/4. Endi mana uni yozaylik sistemani. Uning uchun vet ishlaydigan qilishimiz kerak, a ga bo'lib olishimiz kerak. Unda x1 ga x2 ni qo'shsak minus 2a plus 3 taqsim a bo'lardi. U nima bo'lishi kerak ekan? Katta 0 bo'lishi kerak ekan. Va a plus 2 ni ham a ga bo'lganim, u ham kattaga teng 0 bo'lishi kerak ekan. Mana bu. Minus 2 ga bo'lib olsak, unda a plus 3 taqsim a kichkinaga teng 0 bo'lishi kerak. A plus 2 taqsim a esa kattaga teng 0 bo'lishi kerak. Bunda qanaqa qildingizlar? Minus 3 ga bo'yab qo'yamiz 0. Plus minus plus bo'lmaydi kerak ekan. Va bu yoqda minus 2 ga 0. Plus minus plus demak bu yoq kerak. Ikkalasini kesishtiradigan joyi 0. U yoqda kesishmas ekan, demak mana bu bilan ham kesishtirishimiz kerak mana. Diskriminant bilan. Unda nima bo'ladi? Mayda minus 2 turadi. Uni bu yoq kerak ekan. Bu yoqda minus 2/1/4 bu yoqqa kerak ekan. Va javob a javob bo'lyapti shunda. X tegishli x emas a edi bizda hozir. A tegishli minus 2/1/4 dan minus 2 gacha. Javob a. Y minus x daraja teng modul sinus 4x tenglama 0 da pi orasidan nechta yechimga ega? Chizmasini chizamiz. Demak 1 e ni x darajasi. Chizmada ko'raylik nima ekan bu. Bu funksiya bizda nima edi? Kamayish funksiya edi. Demak, bunday kamayib boradi bu. Cheksiz kamayadi. Kamayganda ham cheksiz kamayadi. Mayda birdan o'tadi. Sinus 4x degan nima degani? T sinus x niki nima? 2pi. Unda t sinus 4x niki nima bo'ladi? 2pi taqsim 4. Ya'ni 4 ga bo'lib boshlamamiz kerak bo'ladi. Bu pi taqsim 2. Demak, har pi taqsim 2 da nima qilish kerak? Qaytalanish kerak. O'zi 0 da sinusimiz 0 edi mana. Pi taqsim 2 da bu 1 ga erishadi. Demak, pi taqsim 2 da 1 ga erishsa, endi bu pi taqsim 8 da 1 ga erishadi. Mana pi taqsim 8 misol uchun mayl bo'lsin. U 1 ga erishadi. Mayl ga erishadi deylik. Demak, mana taqsim 8 da 1 ga erishdimi? Endi qaytadi orqaga qarab. Demak, pi da 0 ga erisharmidi? Endi pi taqsim 4 da 0 ga erishadi bu. Mana pi taqsim 4. Faqat modul kiygizilgani uchun nima qiladi? Pastdagini shtrix bilan olib kelamiz hozir mana. Keyin tepaga olib boramiz buni. Mana. Demak, har pi taqsim 2 damidi, mana yerda pi taqsim 2 ga erishadi mana. Taqsim 8 ga pi taqsim 2 ga erishadi. Demak, u yana boradi, bunday qilib yana qaytib kelib, yana mana yerda nima qilyapti? Pi da qaytib kelyapti. Bizga 0 dan pi gacha debdi. Yaxshi. Nechta yechim? Mana. Misol uchun biz modul kiygizsak, mana u ham tepaga chiqadi bunday. Bunday keladi.
va bu yerda yana past tepaga chiqadi. Va kesishgan joyi qizil rangdan belgilab chiqsam, mana 1 2 3 4 5 6 7 mana 8. Demak 0 dan pi da 8 ta yechim bor ekan. Javob D. Qiymatini toping. Ha, yaxshi. 1 taqsim A plus 1 taqsim B plus 1 taqsim C turibdi. Teng 1 taqsim A plus B plus C. Bizdan so'rayotgan narsa A plus B, A plus C, B plus C so'roq. Umumiy mahraj bersak, mana yerga BC, mana yerga AC, mana yerga AB. Demak, BC plus AC plus AB taqsim ABC teng 1 taqsim A plus B plus C. Shu mahrajni kres ko'paytirib olsak nima bo'ladi? A ni birinchi ko'paytirib chiqamiz. Mana shu A ni hammasiga shunda ABC plus A kvadrat C plus AB kvadrat. Endi B ni ko'paytirsak, B kvadrat C plus ABC plus AB kvadrat. C ni olib borsak plus BC kvadrat plus AC kvadrat plus ABC teng ABC bo'ladi, chunki ABC birga borib ko'paytirildi. Bularni olib tashlasak, demak, nima qilamiz? Misol uchun mana shu ikkalasidan yo'q, bu ikkalasini ishlamaymiz. Biz bir xillashtirgan joylarni ishlashimiz kerak. AC bo'lsa, misol uchun mana ikkalasini guruhlab ko'raylik. AC ni chiqarib olsam, bunda B, bunda A qoladi. Demak, hammasida B plus A qoladigan qilaylik. Plus B plus A qolish uchun bu bilan AB chiqarsak, mana ishlatishim kerak. Ya'ni AB ni chiqarib olaman, nima qoladi? B plus A qoladi. Bu ikkalasidan chiqmaydi aytmoqchi. Yo'q, bu ikkalasidan chiqmaydi. Bir marta ko'paytirganini ko'rib chiqing, xato qilmadikmi? BC AC AB bo'ldi. A ga BC ABC, A ga AC A kvadrat C, A ga AB A kvadrat. Mana yerda xato qilibman mana. A kvadrat B bo'lishi kerak ekan bu. Keyin B ga BC B kvadrat C, B ga ABC AB kvadrat. Keyin C ga BC kvadrat, AC kvadrat, ABC. To'g'ri, endi to'g'ri bo'ldi. Endi AB chiqarsak, bizga AB qolish uchun mana ikkalasidan AB chiqarib olaman. Shunda A plus B qolib ketadi. Keyin nima qilamiz? AB qolish uchun mana BC ni mana ikkalasidan chiqarib olsak, BC chiqaraman. Men nima qoladi yana? B plus A qoladi va bu yerda qanaqadir C kvadrat chiqarib olishim kerak bo'ladi. Plus C kvadrat chiqarsam, B plus A qoladi. Teng 0 hozircha. Endi A plus B ni chiqarib olsak, A plus B AC AB BC plus C kvadrat teng 0. Demak, A bo'lsa, mana B plus C qoladigan, men ikkalasidan chiqaraman. Demak, A plus B bunda A ni chiqarsam B plus C qoladi. Bu yerda C ni chiqarsam B plus C qoladi. Teng 0. A plus B bor. Bu yerda B plus C chiqib ketsa, ikkinchi chiqarsa A plus C qolib ketadi. Teng 0. Bizga izlayotgan narsa shu edi, shuning uchun nima ekan? 0 ga teng ekan. Javob A. Tak, x plus y plus z teng 0 bo'lsa, mana shuni toping debdi. Nima qilamiz? Kirgizib chiqaylik ichkariga. Demak, x taqsim y plus x taqsim z plus y taqsim z
plus y taqsim x plus z taqsim x plus z taqsim y teng. Yana guruhlash kerak. Guruhlab ko'ramiz. Yaxshi. Tak, menimcha ochib xato qildik shekilli, hozir bir marta. Ochmasak nima qilardik? Tak, ichkarini ishladik. X bu yerda z plus y taqsim yz bo'lardi. Plus y tashqari turardi. X plus z taqsim xz bo'lardi. Plus z tashqari turardi. X plus y taqsim xy bo'lardi. Endi z plus y o'rniga men minus x qo'yishim mumkin. Shunda minus x kvadrat taqsim yz. Bu yerda plus bo'lsa minus bo'lib ketadi. Minus y kvadrat taqsim xz minus z kvadrat taqsim xy deyishim mumkin. Va minus chiqarib olsak, endi hammasi x y z bo'lishi, mayerga x yetmayapti, mayerga y yetmayapti, mayerga z yetmayapti desak, x kub plus y kub plus z kub deyishim mumkin. Pastda esa x y z bo'lardi. Va boya ish qilgandek-ku, xuddi shuni qilamiz. Demak, men yozamiz x plus y plus z teng 0 deb turib, buni nima qilish kerak? Kubga oshirsak, unda x plus y de kubi plus z de kubi plus 3 ta x plus y ta z, bu yerda esa x plus y plus z teng 0 bo'lardi. Mana hammasi 0 bo'lib ketadi. Buni yana yoyib chiqamiz. X kub plus y kub plus z kub plus 3 ta x plus y deymizda teng 0 deymiz. Unda x x kub y kub plus z kub minus 3xy z bo'lib qoladi. Teng 0 deganda teng bu yoqqa qilib yozsak bo'ladi. Va yozamiz. Minus tepada 3xy z, pastda xy z. Minus 3 degan javob chiqar ekan. Javob C. Arc sinus x tenglama nechta yechimga ega? Chizmadan ko'ramiz. Arc sinusni chizmasi nima edi? Biz bilamizki, arc sinus bu minus 1 dan 1 gacha o'ynaydi. Va chegarasi gradusda pi taqsim 2 bilan minus pi taqsim 2. Demak, pi taqsim 2 da bu 1 da qabul qilardi, demak. Minus pi taqsim 2 da minus 1 da qabul qilardi. Taxminan de o'sib boradi. Maydan de qilib mayga boradi. Uy. Mana. Y teng x nima edi? X ga 1 bersang, y ga 1 qabul qiladi degan edi. Bu pi taqsim 2, bu taxminan 3.14 2 ga bo'lingani 1.57 desak, 1 da 1 qabul qiladi deganimi? Demak, bu qandaydir mayda o'tadi mana. De chizsak, taxminan de boradi-da, de bo'ladi. Mayerlar aytaylik 1 bo'lsin. Mayerlar minus 1 bo'lsin. Единственное mana alohida bitta yagona yechim mayerda bo'ladi. X teng 0 da. Bitta yechim. Tak, buni ishlash kerak debdi. Hammasi qo'shsa a plus 1 yoza olamiz. A plus 1 teng B plus 2 teng C plus 3
teng d plus 4 va yana 5 plus 5 ham a plus 1 ga teng ekan. Mayli. Shu yerdan hammasini bitta bog'lab tashlaylik bir-biriga. Misol uchun a teng b plus 1 bo'ladi. C teng b minus 1 bo'ladi. D teng b minus 2 bo'ladi. Endi mana bunga qo'yaversak. A o'rnida b plus 1 plus b plus c o'rnida b minus 1 plus d o'rnida b minus 2 plus 5 qilsak teng a plus 1 deyapti. Demak b plus 1 ga 1. Yaxshi. Mana 1 ketsin. 1 2 3 4 ta b. Mana bu kellarsa ketsin. 3 ta b qolar ekan. 3 ta b plus 3 teng 2. 3 ta b teng minus 1. B teng minus 1 taqsim 3 bo'lsa, unda yozamiz. 1 minus 1 taqsim 3 degani 2 taqsim 3 degani. Mana yerda minus 1 taqsim 3 minus 1 degani minus 4 taqsim 3 degani. Minus 1 taqsim 3 minus 2 degani minus 7 taqsim 3 degani. Bizdan so'rayotgan narsa a plus b plus c plus d so'ralyapti. Yozamiz. A ni o'rnida 2 taqsim 3, b ni o'rnida sразу minus yozsak bo'ladi. Minus 1 taqsim 3. C ni o'rnida minus 4 taqsim 3. D ni o'rnida minus 7 taqsim 3. Ya'ni 2 minus 1 minus 4 minus 7 taqsim 3. Minus 10 taqsim 3 chiqar ekan. Javob C. Funksiyaning eng kichik qiymatini toping. Yozib olamiz. Y baravar x kvadrat plus x plus 1 taqsim x kvadrat plus 3 taqsim 2x kvadrat plus x plus 1 taqsim x kvadrat desak va buni biz qanaqadir t deb olsak, unda t plus 3 taqsim t ni so'rayapti. Biz bilamizki, bu Cauchy tengsizligi bo'yicha mana Cauchy tengsizligi bo'yicha t plus 3 taqsim t kattaga teng bo'ladi. 2 ildizdagi t kara 3 taqsim t. Ya'ni 2 ildizdagi 3 ga eng minimum teng bo'lar ekan. Demak, kichik qiymat c ga teng. Shu bilan darsimiz tugadi. Uyga vazifa tashlab qo'yaman. Ishlab chiqinglar.